Hürmetli vatandaş, bugünkü vazifemiz, bugünkü leksiyemiz, anda bugünkü çizla, 2025 yıl 8. ayının 23. gün hafta şembe vatandaş. Bugünkü vazifemiz ne deseniz, son gün söz olduk. Amerika Koşmuş Ştatları, Rusya Federasyonu, Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Rusya Prezidenti Vladimir Putin, alyaski söhbet edin ki, iki devlet oturusu da şundaklı Ukrayna münasebetlik hem Ukrayna ile Rusya oturusu da asıl özgürlük oldu da görsetken idi vatandaş. Bugünlerden and Rusya Federasyonu'nun Taşkı İşler Ministerleri ravlıp Rusya-Ukrayna söhbeti yani Prezident Vladimir Putin bilen Prezident Zelenski söhbeti ötküzülmeydi dep bayanat ilan kılgandek fikir kıptı vatandaş. Aralıkta Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump bizden bu söhbetimizden ki mesela alyaski söhbetinden keyin Ukrayna ile Rusya söhbeti. Yani Prezident Zelenski ile Rusya Prezident Vladimir söhbeti başladı. Tünügün eskertok vatandaşları yana Avrupa İttifakı'nın bir neçe devlet, 7-8 devlet Washington'a gelip Aksaray'da Prezident Donald Trump bilen görüşkendiğin ki üzerine fikir taleplerini koydu. Mesela bu fikir talebi neyse Ukrayna'nın bir xatarligini kapalet kılış. Bunun hem Prezident Vladimir Putin koşulgan idi, hatta Garp armiyasının Ukrayna'ya kirip turuşuğumu koşulgan idi. Şundak şart aslında hem yana Prezident Vladimir Putin Ukrayna Prezidenti Zelenski bilen görüşüdüqallığı ve teşlik sohbetinin asasını teyyarlaydıqallığı doğrusudur bədi bəgən idi. Tuyuqsuzlar Rusya Federasyonu Taşkı İşler Ministeri Lavrov'un yukarı sözü vatandaş bu anda kandak boldu oturdu. Nemi okuşmazlık var, yani nemi özgürlük var, biz böyle derhal anqırıp gitmeyimiz vatandaş. Lakin bu vaziyet sözümüzsek beyde bulmaydı o vatandaş. Çünkü bu Rusya'da, Amerika Koşmuş Ştatları'da çoğun devletler oturuş münasebetler. Yani dünyanın vaziyetini, ailenin vaziyetini tanış yaptırdığın münasebetler, bu çoğun devletler oturuş münasebetke bağlı oldu. Hatta Prezident Vladimir Putin bugün tünügün 23. günü sözlü şundak dep şu vadisi boyunca turduğalı bolsa mesela Amerika Koşmuş Ştatları ile Rusya Federasyonu'nun münasebetini esir keltirişte Amerika Koşmuş Ştatları'nın Prezidenti Donald Trump intayın zor güç çıkardı. Bek tirişçallık görsetti depti. Yani böyle diplomatik ibare asası devatamdı ya ki ameliyat şundak. Mesela Prezident Donald Trump Aksaray'a kirgenden biri Ukrayna, Rusya uğraşın tohtuş doğrusulu sözlep geldi vatandaşım. Eçilgan çoğun halkara yığılla. Mesela Arabistan'da eçilgan yığın, Türkiye'de eçilgan yığın sohbetle. Hemmesi şunun kadimi mesela Rusya Ukrayna uğraşın tohtuş diyen 3 yılda taşlanan kademler idi vatandaşım. Yani hazırmışındak Bob kendisiyle. Bundan bir haber tepenli yazma haber hem de bu. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Rusya-Amerika münasebetini asli keltirişinin tanrı yorup geldiği dep görsetti mavzulu haber 8. ayının 23. günü Tayvan Erkillik Vakit gazeti ilan kılındı. Prezident Vladimir Putin notuktan başlaganda mavzunu nait yaxşı koyuptu, nime? Mesela Rusya-Amerika münasebetini asli keltirişinin tanrı yetip geldi deydi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin 22. günü Rusya-Amerika münasebeti doğrusu toxtalganda mundaq hesabladı iki devlet münasebetini asli keltiriş paytları biz ümit kılgan paytlar yetip geldi. Belki iki taraf Şimali Kutup alyaskini terakki kıldırış planını muhakeme kıldı. Prezident Vladimir Putin Yadro İşleri Tadqiqat Merkezi'de koyulgan sualga cevap bergende
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning yaqindan beri tuvancha ko'chib qolgan Amerika-Rossiya munosabatini asli keltirish ko'rsatgan xizmatlarni madihladi. Men dedi Prezident Vladimir Putin, tağları yetib keldi deb hisoblayman. Biz Alyaskada intayin yaxshi va uning ustiga samimiy suhbatlashdik va yig'in ochdik. Kelar qatam bu Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari tomonidan belgilandi. Endi kelar qatimliq munosabat Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari tomonidan belgilandi. Lekin men shuning ishonamanki, Prezident Donald Trampning rahbarligi aloyiligi ikki davlat Amerika-Rossiya munosabatini asli keltirishning eng oliy kapolatidir. Kelar qatim belgilandi deganda hozir Ravlopning e'lon qilgan bayonoti va so'ziga asosan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, masalan, Prezident Donald Trump hukumat tomonidan chiqqan gap so'zning o'zi 2 hafta ichida endi qanday muomala qilish to'g'risida qaror belgilaymiz degandek bir gap o'tirib chiqibdi hozir bu yerda. Aytilayotgan gapmish o vatandoshim. Reuters bundan burun bunda xabar qilgan edi. Prezident Vladimir Putin hamkorlashadigan turlar va detallar to'g'risida bir nima demadi. Faqat Rossiyaning alohida texniklari Amerikani o'z ichiga olgan sheriklarimizning manfaatiga foydali deb ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Ravlov mundoq ko'rsatdi. Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina Prezidenti Zelenskiyning suhbati plan ichiga kirmadi. Bundan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump bundan norozi bo'ldi. Shundaqla Prezident Donald Trump uch taraf suhbati o'tkazishni hamda umidsizlandi. Hamda ikki hafta ichida kelar qadamni qanday bosishni belgilaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari Prezident Donald Trump hukumati. Shundaq bo'lganda Moskvaga yangi embargo yurgizish yoki Moskvaga yangidan tambojni beja qo'yishmi? Shu ehtimollar ichida. Yani bir xabar. Rossiya Tashqi ishlar ministri Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Zelenskiy ko'rishadigan ish yo'q dedi. Mavzuli xabar 8 ayning 23-kuni erkinlik vaqtiga e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump mikrofon ochdimmi yo vatandoshim? Eshitdim, Xudoga shukr. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Zelenskiyni suhbatlashishni ilgari surib, tirishchanlik bilan besish hosil qilgan edi. Masalan, buning Prezident Zelenskiyga qo'shilgan Prezident Vladimir Putinga qo'shilgan edi vatandosh. Prezident Donald Trump bu yo'lda besish hosil qilgan edi. Hamda men Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina Prezidenti Zelenskiyning bevosita suhbat o'tkazishni o'rinlashtirdim degan edi. Lekin Rossiya Tashqi ishlar ministri Ravlov 12-kuni mundoq dedi. Ukraina Moskva uzundan bir o'tirib qo'yib kelgan to'qinishni to'xtatishning talablariga qo'shilmaydi ekan. Ukraina qo'shilmaydi ekan. Undaqda ikki prezident Ukraina Rossiya prezidentlari ko'rishmaydi. Demak, uzib aytibdi bu odamni. Anlaştığa qaraganda Ukraina Rossiya suhbat taraqqiyotlarini qo'lga keltirgan Prezident Donald Trump bu ishdan bu so'zdan ma'yuslangan. Amerika Birleşmiş Milletleri 23-kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Ravlovning ikki davlat prezidentlarining ko'rishish to'g'risida pesh qaqqanligi bu yosh Prezident Donald Trumpga o'ng'ishsizlik bo'lib tuyuldi. Prezident Donald Trump 22-kuni bundoq ko'rsatdi. Agar Prezident Vladimir Putin va Prezident Zelenskiy bevosita tinchlik kelishimi imzolamaydi ekan, 2 hafta ichida, ya'ni kelar qadamni qanday bosishni belgilaymiz.
balki Rossiyaga ham embargo yurgizamiz, ham yangidan tomoshabinga qo'yamiz. Prezident Donald Trump 18-kuni Prezident Donald Trump Ukraina prezidenti Zelenskiy va Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan suhbatni oxirlashtirgandan keyin Prezident Donald Trump Prezident Vladimir Putinga telefon berib, uzun o'tmay Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Zelenskiyning suhbatini o'rinlashtirishni boshlagan edi. Yevropalik rahbarlar Prezident Donald Trump bilan Oqsaroyda suhbat o'tkazganda mujmal bo'lsa-mu Prezident Donald Trump Yevropaning urushdan keyingi Ukrainaga bexatarlik kapolati berishni talab qilganligini qo'llagan edi. Prezident Donald Trump Yevropaning andishlarini pasaytgan Moskvaning degani bo'yicha Ukrainaning sharqidagi Donbassni Rossiyaga kesib berishga qo'shilgan edi. Buni Zelenskiy o'zi qo'shilgan edi. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov bunday ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Zelenskiy tinchlik shartnomasini muhokama qilishga duch keldi, lekin navbatda yuqori darajalik amaldorlar xalqlik masalani hal qilish lozim. İki taraf ixtilof cho'ng bo'lganlikdan uzun muddat suhbatlashishga to'g'ri keladi. Endi Lavrov mushin degan bo'lsa, uzun muddat suhbatlashishga to'g'ri keladi degan bo'lsa, men Ukraina bilan yani uzun muddat urush qilaman degan gap bilan ma'nosi vatandosh. Bir tarafdan urush qilaman, bir tarafdan suhbat o'tkazaman Ukraina bilan uzun muddat ketadi debdi. Şu nöbet Ukraina Rossiya prezidentleri suhbatini uyushtirmadoq Ravlovning so'zi. Yana bir xabar Prezident Zelenskiy Stalinni o'rbatdi, ya'ni g'azablandi degan gapda. Suhbat qurolmasak yana 4 yil urushimiz. Dedi mavzuli xabar 8-oyning 23-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Vladimir Putin G'arb davlatlarining Ukrainaga bexatarlik kapolati berishiga qo'shilgan edi. Zelenskiy bilan ko'rishish, suhbatlashish taklifiga qo'shilgan edi. Lekin bu qo'shilishlar Rossiya va Ukrainaning jiddiy vaziyatini hozirgacha pasaytirolmagan edi. Aksiya yangi ziddiyat paydo qildi. 20-kuni Zelenskiy yangi talab o'tirib qo'ydi. Birinchi, bexatarlik kapolati 7-10 kun ichida belgilanishi kerak. Bu Zelenskiyning taklifi fikri ekanda vatandosh. Ikkinchi, Ukrainaga bexatarlik kapolati berilgan davlat Ukraina ishonadigan davlat, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqi bo'lishi kerak. Buningdan boshqa territoriya masalasida Zelenskiyning maydoni yanada qattiq bo'ldi. Anviyada bexatarlik kapolati berilgan davlat Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqi. Bunaqa G'arb dunyosi. Mesela bu sohbet jarayonida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin ben qayta tajovuz qilmayman yoki qilmayman degan so'z bo'yicha Ukrainaga bexatarlik kapolati berishi mumkin edi. Shuni talab qilishi mumkin edi. Zelenskiy bu yo'lni itib o'tdi. Faqat bexatarlik kapolati beradigan davlat Amerika Qo'shma Shtatlari. Biz Amerika Qo'shma Shtatlariga ishonamiz dedi. Aralıqda Ravlov muşu özgürlükler içinde hazır 3. taraf sohbetini 4. taraf sohbeti özgertip Cungumu bu sohbetki qatnaşı kerak ko'ran ama gap ne? Yevropa'da bulut qayışqa Yevropa'nın sohbetiga Yevropa urush meselesiga, tinchlik meselesiga Osiyolik Cunguni aralashtirib. Ravlovning tashqi ishlar ministrining xushomatimi va yoki o'ynayotgan o'yinim. Neticede ahire buna bir haberde gördüm. Hazır tayarlamagan o haber ne? Nime dedi Ukrayna prezidenti Zelenskiy Ukrayna Rossiya urushi, Ukrayna Rossiya tinchlik suhbati. İki prezident, iki davlat prezidentining bevosita ko'rishiga Jungoning arilishini rad qilaman. Bugungi vaziyat hamda hozir Alyaskada shundoq yaxshi ichilgan yig'in, yaxshi o'tkazilgan suhbat Rossiya nima uchun maydonni bundoq tez o'zgartdi va
shuncha qo'pollik bilan o'zgartdi desam bo'ladi buni. Endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu vaziyatga qanday taqobil turishi 2 hafta ichida qaror qilamiz, belgilaymiz debdi vatandosh.